Chuvoq domla Rahmatli bir chiroyli misol keltirgan ekan, shuni aytaman. Sen deyapti domla Fatima ismli bir qizga uylanding. Ahmadning qizi Fatima. Uni bo'yi 1.60, vazni 60 kilo. U seni xotining bo'ldi, uni o'pib quchoqlab erkalatishi mumkin. Fatima seni xotining. Endi boshqa mamlakatga bording, ayoling qolib ketdi. O'sha boshqa mamlakatda bir kafega kirding, shu yerdagi ofitsiant qizning ismi ham Fatima ekan. Endi uni ismi Fatima bo'lgandan keyin uni ham quchoqlab o'pib erkalataverasanmi? O Fatima bo'yi 1.50, vazni 120. Nomlanishi, ismi bir xil bo'lsa-la, bir xil narsa degani emas. Seni ayoling Fatima Ahmadning qizi. Sen o'zingning shaharingda 1.60 ga 60 u. Endi Rossiyadagi 1.50 ga 1.20. Ismi Fatima bo'lsa-da seni xotining bo'lib qolavermaydi-yu. Xuddi shunga o'xshagandek payg'ambarimiz davridagi javrobni javrob deyapsan, o'zingning zamoningdagi paypoqni ham javrob deyapsan. Atalishi bir xil bo'lsa-la, u bitta narsa degani emas-da. Ma'qulmi? Hadisda javrob deyildi. Mana shu javrob degan so'zni qayerdan oldik? Paypoq deb. Arabsko-ruskiy slova Baranova. Harlampiy Karpovich Baranovning nimasi bor? Arabcha, ruscha lug'ati bor. Baranov deb qo'yamiz biz. Shu mulla-chullalar shu arab tilini o'rgangan odam shu Baranovdan foydalanadi. Shunda aytib qo'yibdi. Baranovning arabcha ruscha qomusida javrobun, mnojственный числоsi javaribu chulok debdi. Javrobun qasirun nasok deb qo'yibdi. Mana shu tarjimaga suyanib turib, javrob bu paypoq, paypoqqa maxsus bo'laveradi degan fatvo shu yerdan kelib chiqyapti. Biz o'sha bitta odamni qilib qo'ygan tarjimasiga suyanib turib, paypoqqa mahsulot yuraveramizmi? Yo o'rganishimiz kerakmi? Javrob payg'ambarimiz davrida nima ekanligini. Endi 1400 yil avval yashagan odamlar javrob deb atagan narsani biz kiyayotgan paypoq bilan bir xil narsa desak, aqldan bo'ladimi? Yana bitta misol, современный misol. Oldingizda ikkita futbolist turibdi. Ikkalasi ham futbolist. Endi ikkalasini bir xil atayotganligimiz, ikkalasini sifatlari ham bir xil bo'ladi deganimi? Bittasi 18-17 kirgan, endi to'p tepishni o'rganayotgan, rayonni komandasida o'ynayotgan lyubitel futbolist. Ikkinchisi Misr hujumchisi. Haligi usul qoidasini aytib beringlar dedim, bittalar aytib bera olmadinglar. Ko'rdinglarmi qaysi usulda kuchlisizlar? Endi sizlar mana shu mo'tabar kitoblarda o'qiyotgan domlalarda bular hujjatga ergashmaydi, bular hech narsani bilmaydi ekan paytinglarda insof qilib. To'g'ri, bular saloqni bilmaydi bular. Lekin akalar kitob o'qigan bular. Bittasi Misr hujumchisi kim? Muhammad Salah. Ikkalasining ham nomi futbolist. Bir xil deganimi bu? Demak, javrob bilan paypoq bir xil ekanmi? Yana qanaqa misol kerak birodarlar? Javrob so'zini tarjima qilganlar uni paypoq deb qo'yishgan bo'lsa, nima endi biz kiyayotgan naski paypoq